Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Tashkent Motors YouTube kanaliga xush kelibsiz. Biz hozir sizlarga shunday videorolik tayyorladikki, bu manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Tashkent Motorsda sotuvda bor mashinalarni birma-bir sizga narxini aytib o'tamiz. Xo'p, hozirda birinchi boshlaymiz. Hozir trendga chiqqan Jack X200 haqida. Jack X200larimiz 4 xil uslubda ishlab chiqariladi. Shasse, bortovoy, tentovka hamda mana bunaqa furgon izotermik holatida. Xo'p, furgonimiz izotermik hisoblanadi. Motor 2lik, atmosferni 147 ta ot kuchiga ega. Toyota bilan совместно ishlangan Greenjet motor turibdi. Yoqilg'i rasxodi 8 litr. Hammasining kabinasi motor ot kuchlari. Albatta ot kuchini aytib o'tay, 147 ta ot kuchiga ega. Oldi 15 lik ballonlar bilan, orqa esa 13 qo'sh ballon bilan jihozlangan. Oldi poddosh hisoblanadi. Juda yengil, yurishda juda qiynalmaysiz, maza qilasiz. Bakoylarimiz isiydi hamda ichkaridan boshqarish imkoniyatini beradi. Rullari esa usulin gidravlika bo'ladi. Xo'p, mashinani buni narxini aytaman. 258 ming 720 ming bu chegirma holatidagi narx hisoblanadi. Keyingi mashina. Keyingi mashinamiz Xitoydan olib keltirganmiz. Jack modeliga tegishli bo'lgan Jack J3 hisoblanadi. Hozir ko'rib turganingiz Jack J3 ning bartovoy holatidagisi. Xo'p. Mashinada bemalol 4-5 tonnani yuklashingiz mumkin. Bortlarni ko'rib turibsiz, gabaritlar juda kattagina. Motor 1.8 lik bo'ladi, 128 soat kuchi, 23 ming dollar. Siz xarid qiladigan sanada kurs bo'yicha hisoblab beriladi. Avtokredit yoki naqd pulga olmoqchi bo'lsangiz shunaqa. Yo'q, o'zini pulini bo'lib to'lash bo'lsa, asl narxi 25 ming hisoblanadi. 25 ming. Hop, buni o'zini pulini bo'lib to'lashga 25 ming dollarga ham beramiz. Albatta, pastda raqamlarga murojaat qilsangiz tushuntiriladi. Bunimiz Jack X200 ning tentovka varianti. Tentovka aytib o'tganimizdek motorlar, ot kuchi, ichki salon hammasi bir xil. Hop, buni o'zini karkazi bo'ladi. Hamda brezent bilan yopilgan chodir holatida bo'ladi. Va bunimizning narxi 236 million 560 ming so'm. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Keyingi modelimiz Victory kompaniyasiga tegishli bo'lgan Victory K3 hisoblanadi. Zadi kameralar bilan jihozlangan. Hop, oldida ko'rishingiz mumkin, salonda monitorlar bor. Hop, mashina tonnada 1 tonna 880 hujjati bo'yicha 3-4 tonnani ko'rdim demasdan oladi. 18 ming dollar narxi, bu ham boya aytganimdek, kunlik kurs bo'yicha xarid qiladigan kunda hisoblab aytib beriladi. Hop, keyingi modelimiz Jack kompaniyasining Jack X200 bartovoy holatidagisi. Bartovoy 231 million 840 ming hozir. Boshidan bemalol mashinalarimiz hammasiga ham 30% dan boshlang'ich pulni bergan holda bemalol kredit qilib olishingiz ham mumkin yoki Jack X200 larimizni halol narsa savdo asosida ham xarid qilsangiz bo'ladi. Keyingi modelimiz Jack kompaniyasining Jack J7 liftbek uslubidagi sedan mashinasi. Mashina 1.5 lik turbina motor bilan jihozlangan, 150 ta ot kuchiga ega. Kechirasiz, liftbek bu orqa tarafdan seli bagaj ochiladi va 540 litrlik bagaj hajmiga ega bo'ladi. Tan narxi hozir chegirmada 235 million. Son oz qolgan, albatta ulgurib qoling. Mashinada ko'p fishkalar bor. Albatta qiziq bo'lsa telefon qiling, batafsil tushuntiriladi. Keyingisi to'liq full komplektatsiya, 360 gradus kamera, slipoy zona, polasi udержения, elektropaket, elektropривод, kunxo yumshoq ballonlar 17 razmerli. Undan tashqari mashinamizning ranglaridan qora, oq bemalol topishingiz ham mumkin. Bu ham juda yaxshi aksiyaga tushgan 285 million so'mga beriladi. Buni ham albatta murojaat qiling, bo'lib to'lashga o'zini puliga beramiz. Va bundan tashqari Jack kompaniyasining Jack yuk mashinasining aynan bitta o'zini aytay, shassi holatida ham bor. Shassi nima? Ustida hech qanaqa platforma yo'q. Kuzov Roman o'zi bo'ladi. Kuzovda albatta siz tadbirkorlik yo'nalishingizga qarab o'rnatib olishingiz mumkin. Tan narxi aksiyada 227 million 360 ming so'm shassi holatidagi. Xo'p, bundan tashqari mana shu crossoverdan ozgina kattaroq xohlaydiganlar bo'lsa, bundan ozgina kattaroq hamda 7 kishilik bo'ladi Jack JS8. Tan narxi 299 million so'm. Xo'p, undan ham kattaroq, komfortliroq, biznes klassga tortadigan mashina kerak bo'lsa, Jack RF8imiz ham bor. Jack RF8imiz to'liq ichlari Kia Carnivalga o'xshab, ya'ni kelishib ketadi. Avtomankada ismi, massaj, отдельно yo'lovchilar uchun qulayliklar juda ko'p o'rnatilgan. Tan narxi 423 million hisoblanadi. 423 million 500 ming so'm to'g'rirog'i. Uni ham asta kredit qilishingiz mumkin. Yaqin orada Tashkent Motorsning Firmis filialiga xudo xolasa uzoq 3 kun 4 kun ichida kelib qoladi. Ularning har birini отдельно obzor qilamiz. Va Jack o'zini qanday tanitdi? Jack M3 orqali Jack o'zini juda yaxshi tanita oldi. Jack M3imiz ham sotuvda mavjud. Tan narxi passajir lyuks varianti 215 million 460 ming so'm. Hamda yuk tashish uchun mo'ljallangan Jack M3 ning van varianti bor.
van variantimiz esa 199 million so'm hisoblanadi. Xo'p, bundan tashqari Jack M4, Jack M3 dan sal kattaroq bo'ladi. Motori ham undan ko'proq va ot kuchi ham kattaroq ko'proq bo'ladi. Tan narxi 243 million 180 ming so'm sotilmoqda. Bundan tashqari, agar siz odam tashish bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, masalan, shaharlar ichida, tumanlar aro bo'ladigan bo'lsa, mikroavtobusimiz ham bor. Mikroavtobusimiz nomi Jack Samurai. Buni ko'plar biladi. Jack Samurai 16 mestalik hozir sotuvda bor. 396 million 900 ming so'm berilyapti va qo'shimcha bonus voucherlariga ham ega hisoblanadi. Jack Samuray'imizning van varianti ham bor. Yuk tashish uchun mo'ljallangan. Xo'p, unimiz narxi 365 million 900 ming so'm. Xo'p, bundan tashqari, agar внедорожник, ya'ni yo'l tanlamas, off-road xohlaydiganlar, fermer xo'jaligi, tadbirkorligi, bog'dorchiligi bor akalarimiz uchun ham maxsus 5 kishilik hamda orqasida 1 tonna yuk sig'dira oladigan hajmga ega bo'lgan pikaplarimiz bor. Pikapimiz narxi Jack T8imiz bor, 314 million 600 ming so'm. Agar avtomat korobka, undan ko'ra ot kuchi ko'proq, yana ham undanda hashamatliroq mashina xohlasangiz, Jack T9 pikapimiz ham bor. Jack T9 pikapimiz esa 399 million 600 ming so'm hisoblanadi. Bundan tashqari elektromobil ishqibozlari uchun juda katta aksiyaga tushgan Kai X3 Pro ni tavsiya qilamiz. Mana shunga kelishib ketadigan kattalikdagi 100% elektromobil tan narxini eshitsangiz, haqiqatda juda dahshat narxda. $18,500 Kai X3 Pro. Xohlasangiz uni o'zini pulini bo'lib to'lashga ham chiqarib beramiz. Hamda Cobalt Malibu'larimizga kelishib ketadigan Beijing U5 mashinamiz ham bor. Beijing U5 mashinamiz esa tan narxi $15,500. Azizlar, bizda undan tashqari xohlasangiz ikkita mashinani bir barakayiga A nuqtadan B nuqtaga yetkazib beradigan evakuatorimiz ham bor. Isuzu evakuatorimiz tan narxi va ma'lumoti pastdagi raqamlarda. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Menejerlar albatta baholi hujrat sizga tushuntirib beradi. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun. Nimaga fikringiz bo'lsa kommentariyaga yozing. Sizga grafik kerakmi? Xo'p, qaysi mashina haqida to'liqroq obzor kerak? Hammasi obzori aytib o'tiladi. Bizni kuzatishda davom eting. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'ling.